Anginasi, limfa uzil degani o'pka sohalari buyragi degani. Tushuntira oldimmi? Bola vro'ji anaqa nima deydi? To'lamas, lekin achok shu turishlari, ertalab turganda achok bo'lib, ko'zlarning tagiga osilib qolishlari bu buyragidan, limfasidan bo'ladi. Tomog'ida xronitskiy bo'lib qolgan. Xo'p, ana endi ketdik. Bu o'tga nimadan, qayerdan keldi deganingizga savolga javob. Virusni tushmagan. Bunda faqat ichkaridan gribok chiqyapti. Buni yaxshilab bitta oshqozonini tozalab, hazm qiladigan berganingiz o'zida mamsiliz ketadi. Eslab qolingda, oddiy pankreatin, oddiy anaqa laktaji, pankreatinlarni o'zida mastini davolab qo'yasiz. Hal qilasiz bu yerdan, natijani bu yerda ko'rasiz. Bu nima deydi, sekretlarida qo'pol qilib tushuntirganda, vro'ji bo'dida balg'am ko'payib ketyapti, lekin bu yerdan hal qiladi.